Assalomu alaykum. YouTube'dagi Andijon kabutarlari klubi muxlislari, Andijon kabutarlari muxlislari. Qadrli parvozlar. Mana bugun Bog'ishamol qush bozoridamiz. Navbatdagi video roligimizni boshlaymiz. Odamlar oqlar. Kimdan ekan bu oqlar? Azamat aka? Ha, akadami? Oqlar chiroyli ekan-a? Bo'lar ekan. Bola moda ekanmi aka? Na chiqdimi? Na chiqdimi? Ko'z go'layib. Ha, go'layib turib oqladi. Bo'lsa aka. Bundan ma'lum edi-da. Açıkçası Ashnar nech pul ekan aka? Mashina 3 million? 3 million ekan. Jo'rali qancha? Mana shu nar bo'ladi-mi? Mana nar oladimi bu? Mana nar. Mana noma'lum ha bu? Chiroyli ekan. Bular ham talamasa ikkosi aka? Addelli ekan, chiroyli kattalar ekan. Qancha berasiz? Bulardanmi? Yo'q, ona ta. Azamat akadan. O ashnar nech pul? Azamat aka, u orqadagi. 300 dollar. 300 dollar. Nomeringizni aytib ketavering aka. 93 212 26 85. Chiroyli kaptar ekan mana shu. Juvona moda oladi. Ana, Bu ham moda chiqdi. chiroyli, kalla, tumshuq, Bitta oladi. har, hamma yo'g'i joyida ekan, kaptar. Go'ra ham bor. Go'ra nar ekan, o juvon ekan. Mana moda ekan-a? Ono ko'htum shu nar ekan, bor ekan-a? Ha, mana shu nar menga ham yoqqan. O bir bozorda ham chiqdi bu. Nech pul edi bu? 200 dollar. Ana. Kalla tumshuqqa e'tibor berib qo'yaverasizlar. Oq tumshuq beryapti bu aka. Azamat akadan. Ha, ojonami? Ha, ko'zi ham chiroyli ekan mana shu katta. Ha, moda bo'ladi ekan. Onlarli ekan, chiroyli nar. Go'ralar ekan. Chil go'ralar. Ana chil. Mana shu go'ralar ham chiroyli nar ekan. Juvona nar ekan. Figura stoykalari chiroyli ekan. Chiroyli parlanibdi mana shular. Bu qoralar. Mana ular ham chiroyli qoralar ekan. Mana mash. Ko'zlari ham haqiqiy chil ko'z ekan mana shu. Chiroyli katta ekan mana shu qoralar. tumshuq kalta.
Endi narxini iloji boricha ayta olamiz. Egasi boricha. Baribir narxini eshitib negativlar ko'p bo'lyapti. Falon pul ekan deb. Kaptarni o'zini ko'rsatib qo'yamiz. Egasi bo'lsa narxini aytamiz. Oqlar ham chiroyli ekan. Bu oqlar kimlar aka? Sizdanmi aka? Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Nech pul bular? Narmoda 3 million. Qaysi modasi? Uni o nariyadagimi? Berigis. Molonisimi? Berigis, ha. Ha. 3 milyon. Nargilari nech pul? Narigi jupi 2 million. 2 milyon. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94lik 388 40 57. Mashinalar ham ko'zi chiroyli ekan. Aka men juvon ko'rib olay. Maylimi? Oling deyapman. Hozirgi olganingiz ham tanasi bu? Hozir oybek oshnamizga oqjuvoni oldik. Ko'rsatamiz. Bu moda chiqar ekan. Nech pul deyapti? Nech pul berdingiz Oybekka? 100 dollar üstüden dedim. Mashina. 100 ming? Evet. Ha. Riyol ikosini atga to'g'ri sizga dedi. Ana bonus mana senga. 50 dollardan olgan bo'lib qolasiz. Yeni bo'ladi 100 dollar qo'yaman. Bering. Omarda Bering. sizlar yo'q degan Allohga taqankan olib. Bering. Bering ularni. Bunda vaqti bekarga bo'lib ketadi. Yo bekarga olmaydi. Hozir 100 dollar topish oson bo'lyaptimi? Bu ertamandan kechgacha chiroyli kattalar. Mana juvonalar ham chiroyli ekan, mana shu kattalar. Ha, bolamiz. Chiroyli kattalar ekan. Serparo juvon ekan. Naram chiroyli ekan mana shular. Bolalar kimlar aka? Chiroyli kattalar ekan mana serpar. Serparga ham qiziqamiz. Şu yuralar çıktı. O kattalarda kallasi chiroyli, mana shu kattar. Eski yuralar. İkosini olib qo'yamiz. Olib qo'yaverdingizmi? Ha, bo'pti. Ha, 50 dollardan bo'ladi. Zo'r. Bunaqasiga ham, bunaqasiga ham 200 dollar bo'ldi. Evet, kattari, go'zali chiqdi. Ye. Hayot aka sizdanmi bu qizil tosh? Abdulash aka. Pastiylar.
Polon $1000'liklar. Barisi Abdurash akaniki ekan-da. Besh pul bu qizil tosh. Abdurash akaniki lekin siz narx aytasiz. Mana haligi olgan modeldan. Sherar ekan oldi. Rasha kallalar chiroyli ekan. Mana qizil tosh nar. Bol. Zo'r turibdi. $500 ekan qizil toshlar. O'g'nar nech pul mana? Tasini? O, kirrog'i. Malani Qari toza kirrog'i. 2 million beradi. 2 million. Kirosa. Ha. Mayli. Ola moda ekan, ha? Bunisi nech pul ekan? Bola qizil tosh nimcha chiroyli turadi. 1,5 million deyapman. O, vashcha chiroyli turar ekan, ha, qizil tosh, ha? Hammasini ko'p mashina rasmga olamiz. Chiroyli gaplar ekan. Ular mendan. Bular mendan. Ana haqiqiy egasi mana Rashid ekan. Mana Ahmad ekan, ha? Nech puldan? Narga, yo'q, katta nar. Kattalarni katta eskilar. Arzon $300. $300. Moda. Moda $200 kam. Ha, monolachi. Moda $500 u. Juvoralar 1,5 million. Serpa. Aytaka murojaat qila olasiz. Mashohlar ham chiroyli ekan. Ola kimdan ekan? Bu Sardor Beydan emasmi? Ha? Nech pul deyapti buni? Chiroyli gaplar, Sardor Bey ham chiroyli kaptarlar yig'yapti oxirgi paytda emasmi? Oldin ham yig'asiz-ku. Ko'ziga ko'p tashlanib qolyapti chiroyli kaptarlar. Bu bola kampar ham, serpar ham go'zal bo'lsa ola oladi. Pulini qizig'i yo'q. Haqiqiy parvoz. Mana kaptar, go'zal ekanlar shohnada. Yaqinroq formatdan olib bera olamiz. Kommentariyada shirin chiroyli gaplarni yozyapsizlar, rahmat hammanglarga. Negativchilar ham bor. Kommentariyaga o'zini fikrini bildirgan odamni yozishiga qarab, gapirishiga qarab kaptarga qanchalik tushunchaga egaligini bilib qo'yiladi, tushunib qo'yiladi. Faqat uchishini gapirgan odam endi uchishi bilan kifoya qiladi. Kaptar pulga zo'ri kuchli odam har tomonlama o'yna oladi kaptar. Shohona chiroyli kaptar ekan. Chiroyli ekan, kimlarligini bilmayman. Ko'zlari ham chiroyli ekan, chinnilar. Qo'shtoq ekan bu. Ha, janovorlar. Chiroyli kaptarlar ekan. O'zi bugun video reportajimizni noodatiy usulda o'tkazmoqchi edik. Video davomida bitta so'rovnoma o'tkazamiz katta parvozlarda oldida.
So'rovnomani mazmuni Andijon kabutarlari vistikasini o'tkazishimizda roli qancha? Kabutarlarni vistikasini o'tkazishimizda Andijon kattalarning roli o'rni qanaqa? O'tkazamizmi, o'tkazmaymiz? Shunaqa bir so'rovnoma o'tkazmoqchimiz, xudo xolasa. Videoni kuzatsanglar, video davomida fikrini olamiz kattalar. Oxlar. Necha qanoti desam yo'q, yaxshi kaptar ekan bu. Chiroyli kaptar ekan, yaxshi kaptar. Eski oxlardan ekan. Bitta yarkilashtiribroq ko'rsatamiz. Mallavosh ekan bu. Lekin ko'zi chiroyli ekan, mana shu mallavosh moda bo'lsa, ko'zi chiroyli ekan, yaxshi kaptar. Chil, Ro'sha, Chinni, Hakka. Chiroyli kaptar ekan. Ularni onasi ona peshroq, cheki o'tib olgani peshroq o'xshayapti. Mana shu glavallari kadr ortida bo'ladi deydi-yu. Rahmatullo aka. Rahmatullo akadan o'g'lar, kampar o'g'lar, qizil toshlar. Qizil toshlar ekan, chiroyli. Qizil toshlar nech pul, Rahmatullo aka? 700 dollar. O'g'larchi? 300. Arzon narsani o'zi qolmadi, to'g'risi. Ko'ryapsizlar. Adroq, arzon narsani o'zi qolmadi. Qimmatini olasizlar, zotini olasizlar, qaydan bolasini olasizlar, yaxshi pulga sotasizlar. Mashmoda ham chiroyli ekan. Qaynalar o'zini damasda, keyin katta qaynalar o'g'lini ham damasda, ashiklo damasda. Hammasi bitta 19 kishi olishdi o'zi ham. Borishdi jo'natdi. Qo'qonda arkadaşlar hamma yo'q. Qodirjon sizdanmi bu o'g'lar? Aka sizdanmi? Nech puldan bu o'g'lar? 300 dollardan. Tepadagi ham pastdagi. Ha, bo'lami? Mo sizdanmi? Ular 5 million. Ular 5 million. Ular ham 5 million bola beradi. Moda ekan bu. Chiroyli ekan. Nomeringizni aytib ketavering. 93 060 54 58. Ular nech puldan aka mo'lar? 300 dollardan. Bular ham pastdagilar, qator. Beg'am kaptar ekan bu. Ana mana juvona ikkovsini 100 dollarga olindi. Oldik, xullas. Biz kaptarga bozorga chiqsak, dashtlar qizi olib qo'yasizda. Kaptar hamma yo'q go'zal ekan. Bu juvonalarni 100 dollarga oldik. O'zimizga qoldi. Bittasi bonus oldi. Mononisiga qizib, bunisini ham qo'shib olib qo'yamiz. Lekin kaptar go'zal. Moda nech pul? 1 million deb. 1 million. Ishlayapti bu moda? Afshim. Serpar puli beradi. Kamparga solsa ham puli beradi. Nomeringizni aytdingiz-a? Ha, 93 060 54 58. Chiroyli kaptar ekan, yaxshi moda. Afshim zo'r. Pul tushirsa ham qo'yapti. Qoralar.
Qoralar ham hali bor. Qoralar ham mana shulari toza, jiyaylari tozalari chiqib qolyapti. Istash kerak, izlanish kerak. Andijonda kaplar ko'p. Serparov ekan bu. Novotlar. Iye? Bola ham sotildimi? Juplandi mana shu ikkovi. Ikkoviga jup bo'ldimi? Ikkov. Emas, juplovda. Asta qilib qo'ying. Besh pul oldi novotlar. Novotlar sotiladi. Ha, sotiladimi? Yura ham chiroyli. Bo'ldi. Oxla, avaz akadan. Bu novotlarni hech pul avaz ekan. 1,5 million. Ali nari qani? Olib ketdimi nari? Yo'q, mashimi. Yo'q. Bular boshqa. Boshqa? Necha pul dedingiz bularni? 1,5 million. 1,5. Hakkalar. Oğla ikror ekanlar. Mana shu molani ko'zi chiroyli ekan. Teme turing, ikror aka. Besh pul bu modala. 400 dollar. 400 dollardan ekan. Tanlab olish 400 dollar. Yashar bu katta. Hech pul deyapsiz. $300 deyapti aka. 1,5 million bermaydi. Chil nech pul? 2,5 million deyapti. 2,5 million. Nari aka. Qiziltosh ham chiroyli. Qiziltosh nech pul dedi? 300. 300 dollar. Chiroyli nari aka mana shu. Ola malla moda chiroyli ekan. Malla moda. Bu malla moda nech pul edi? 400 dollar. 400 dollar. Oquruq va Oqdan chiqdi. oqdan chiqqan. Chiroyli kattalar ekanmiz. Paypog'i kattaroqmi bu childi? Chiroyli kattaroq ekanmiz childi. Endi bozorda ichcha so'rovnoma o'tkazamiz desa, ichcha parvoz akalarimiz bugun unchalik chiqishmabdi. Kommentariyaga yozaverasizlar. Shu Andijon kabutarlari vistikasini o'tkazish, nominatsionniy o'rinlik vistikasini ko'rgazmasini o'tkazish
qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Andijon kabutarlari tayyormi? Andijondagi kabutarlar tayyormi? Mistikka o'tkazgan. Kommentariyaga o'zingizlar fikringizni bildirishingiz mumkin. Telegramda ham kanallarimiz bor. Telegramda gruppamiz bor. Silkasini opitsiyaniga yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Parvozlar, dam olib, tomosha qilib. Salomat bo'lsin. Salomat bo'lasizlar.